Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Yana bir navbatdagi mebelni ustunovka jarayoni tugatdik. Bu mebelni Andijon tumani Hakan Gumbaz mahallasiga ustunovka qilindi. O'sha joyimiz 390, balandligi 220 holatda bo'ldi. Akrilimiz matviy holatda bo'lgan, smokri matviy holatda. Kafelari mebel ichida. Pagona metr 2 million 100 ming so'mdan o'sha holatda 7 million 200 ming so'mga bo'ldi. Rossiyskiy stolishnica, kafelar mebel ichida. Sushurkamiz bor har doimgidek. Mo'kasi, mesitel, gel idishlari, setkalari bor, mo'kani ham komplektida. Vakuumlik tashamiz bor. Anaqamiz bor. Turbamiz bor, sochiqlar yonlari bilan. O'sha led chirog'ini uydagi asabga qo'yib berdik. Stolishnicani ulab ketgan joyida temirni qo'yib qo'yganmiz, gelmaydilar. Gaz, duxovka, ichga olgan bu yoqqa, mikrovalnovka, bu yoqqa qaradini ushlagan bo'lgan. Film ustidan qo'yib qo'yganmiz, chekalariga mana alyuminlari bor. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, ekranlarda ko'ringan raqamlarga aloqaga chiqa olasizlar.